xayrlisini so'rashi o'zi yetmaydi. Allohim xayrlisini osonlik bilan, ofiyat bilan go'zal nasib et deydi. Ya'ni biz ba'zan so'ragan xayrli narsalarga borar yo'l qiyin bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun Alloh taolodan u narsani osonlik bilan berishini, u yo'lni bizga oson qilishini ham so'rashimiz kerak. Xayrlisini so'rayotganda ana o'sha xayrlisiga qalbimni ham rozi qil deyish kerak. Chunki o'zingiz so'ragan narsaga ba'zan o'zingizga yoqtirmay qolishingiz mumkin. Ya'ni men o'ylaganda qilmas ekanda deb qo'yasiz. Shuning uchun o'zingiz so'rading, o'zingiz xohlading desangiz ham u o'sha qalbda u narsaga o'sha muhabbat chiqib ketgan bo'ladi. Shuning uchun Allohim xayrlisini ber. Xayrlisini go'zal, oson va ofiyat bilan ber va ana o'sha xayrlisiga qalbimni ham rozi qil Robbim deyish kerak. Ana o'shanda duoingiz, xayrlisini so'rayotgan duoingiz mukammal bo'ladi. Bo'lmasam xayrlisini bersa ham u sizga xayrli ekanini siz bilmaysiz.